Assalomu alaykum muhtaram birodarlar. Mana gumbazimizni ustakalar boshlashgan. Materiallarda olib berilgan. Materialni o'ziga ham ancha mablag' ketib qoldi. Shunga bir usta haqqisiga yordam qilsalaring yaxshi bo'lar edi. Kvadratini 45 mingdan qilishyapti, mana ko'ryapsizlar. Chiroyli qilib qilishyapti ustakalar. Shunga usta haqqisiga yordam qilinglar. Ko'pchiliklashib buni ham bitirib olsak, xudo xolasa tez kunda bitadi mashqimiz. Shunga harakat qilyapmiz, ish to'xtatmasdan. Yordam qilasizlar degan umiddamiz. Ehson qilmoqchi bo'lganlar aytsalaring, xohlasalaring ustalarda plastik kartasiga tashlab beringlar. Xohlasalaring biznikiga tashlaylar, biz usta haqqisini beramiz. Mana shunaqa qilib qilishyapti mana. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin hamma yerdan, ehson qilganlardan, yordam qilganlardan, hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh yaqin kunlarda bitiramiz, xudo xolasa. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shunaqa chiroyli bo'lyapti, xudo xolasa. Yaqinda ko'rasizlar. Hammamizga shaytlarda ibodat qilish nasib qilsin. Rahmat, sog' bo'linglar.